Bugun sizlarga shunaqangi uy topib qo'ydik Artur bilan birgalikda. Bu obzorni ko'rishdan oldin yaxshi bir achchiq kofe damlab, yaxshilab o'rnashib olinglar. Assalomu alaykum Ziynat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Biz bugun sizlarga Farg'ona shahrining markazi bo'lganda ham shundoqqina Farg'ona davlat universitetining yonginasida bu yoq bog' lokatsiyani eng zo'r bombasida joylashgan. Uyimiz 160 kvadratdan iborat 4 xonali высокопотолок uyimiz. To'g'rimi Artur? Все абсолютно верно. Итак, всем здравствуйте, хамаги, ассаламу алейкум. Зинат уй-джой с вами на связи. Приехали с Устозом моим обратно на очередную локацию. На самом деле, квартира находится, вот говорю, в центре, вот этот центр. Да. Вот здесь с правой стороны у нас парк, где вы можете выйти, покататься, себя пройти, с детьми погулять. В общем, кому эта квартира подойдет, сразу скажу, большой семье, да, у кого есть родители. Квартира большая, 150 квадратных метров, первый этаж. Да. Очень красиво. Xo'p. Uyimiz, yana aytib o'tib ketaylik, uyimiz hozir e'tibor qaratinglarki, uyimiz barcha jihozlari bilan sotilinyapti. Faqatgina bitta televizorda olib chiqib ketaman deb, qolgan divan, gilom hammasi haqida ko'ryapmiz. Yangi, hammasi o'zi uchun qilgan, chiroyli mana bunaqangi mebellar, pardalar, hamma issiq tizimlarga ega. Hozir shu turishimizda, masalan, tashqarida sovuq bo'lyapti, lekin juda ham havo yaxshi. 10-mart kuni obzor qilyapmiz. Bilasizlar, 10-mart kuni tashqarida juda sovuq, yaxshigina bo'lyapti, lekin xonalar issiqqina. Birinchi qavatda joylashgan. Eng asosiysi, ota-onangiz uchun olib beraman desangiz, bu joyda kislorod juda qanday ko'pki, maza. Иншаллах, bu uy sizning uyingiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Дай бог, дорогие друзья, как повторился Устос, все остается. При продаже этого дома остается абсолютно все. Вот эти все, даже, как я понял, услышал, вот эти французские обои привезли специально оттуда, да, Устос? На самом деле очень красиво. Обойлар hammasi, ya'ni uyga ishlatilgan hamma narsa juda ham bir nima deydi, качественный narsalar ishlatilgan. Sizlar eshiklarimiz MDF eshiklar toza eshiklar, brendli eshiklar. Mana bu qarang, kirish qismi bo'lsa, kirish qismi oyoq taglar to'kli-po'q qilinibdi, issiqni his qilyapmiz hozir. Tam чувствуется, да? Mehmon keldi, mehmonxonaga olib kirasiz. Bu joy, mana bu joy oshxona. Kelganimizdan keyin mana oshxonaga kiramiz. Oshxonada o'ziga yarasha mebellar hammasi qarang, qoladi, yangi urinmagan. To'g'risini aytsam, olgan odam bemalol tutishligi mumkin bo'ladi. Qaranglar, konditsioner, isitish tizimlari, mebellar hammasi o'zini o'rnida qarang. Bu konturni qo'yilgan mebellar, hamma mana bunaqangi texnikalar hammasi Hoffman nemetskiy firmani оборудованияsi qo'yilgan. Azizlar, xolodilnik va двухкамерный xolodilniklar, hamma shu narsalar, ko'rsatayotgan narsamiz hammasi azizlar qoladi. Да, итак, дорогие друзья, как было сказано, на самом деле, все сделано очень качественно, вся мебель, все сделано по дизайну, для себя и под себя, да? Даже вот эта вся техника фирмы Hoffman, немецкая фирма Hoffman, холодильник LG, также можете обратить внимание, вся видеонаблюдение присутствуется, никакая мышь не проскользнет. Да. Eshiklarimiz juda yoqdi menga shaxsan. MDF qaysi brend ekan? Rasulov desam, Rasulov brend ko'rinmadi, lekin juda ham Rasulovniki ekan bu. Rasulovniki ekan. Uy egalari aytyapti, mana hammom. Bu yoqqa kelganimizdan keyin hammom juda ham keng, juda ham bir shinam boshqa qilingan ajoyib kattagina hammomimiz. Да, и такие друзья мои, дорогие наши друзья, подписчики, кто все смотрит нас, на самом деле, вот здесь даже заходишь в санузел, очень много места, да, для детей, для семьи, вполне, вот даже вниз вот заходишь, полы, теплые полы, очень хорошо, мне очень нравится. Да. Qaranglar, kelgandan keyin bu joyimiz bitta detskiy, birorta qizimiz, o'g'limiz, farzandimizga, demak, mana shu joyda xonani qilib berishligimiz mumkin bo'ladi. Katta, e'tibor qilsangiz, juda ham baland, juda ham. Захожу в эту комнату и чувствую, что надо мне тоже такие аппаратуры иметь у себя дома. Azizlar, yana bu narsani chiqib ketyapmiz. Bu hamma yo'q qoladi deganda, bu trenajyorlar ham hammasi qoladi. Yana kelganimizda yana gaplashamiz. Faqat televizorda. Bundan keyin men bu spalni bitta o'g'limizga, kelinimizga, masalan, uylasiga ham bo'ladi. Bemalol bitta
bitta farzandimizni uylasak bo'ladi mana shu xonaga masalan, to'g'rimi? Абсолютно верно. В этой комнате, вот, например, вы зашли с правой стороны, позанимались туда-сюда, даже ваши дети, сыновья. А эта комната будет ну, для дочки, для сына, например. Да. Очень большая комната, уютная комната. Также тепло. Все вот эти отопительные приборы у нас присутствуют. Azizlar, bu katta yanada Ispaniya. Haligi e'tibor qilsa, menga mana shunaqa uylar yoqadi. Haligi yotag'ingga kirsang, maza qilib yotsang, bemalol yechinib, kiyinsangiz, ko'p yo'llar bilsalaringizmi, kelasizda, kirasizda, shuni yotasiz, yana turasiz, chiqib ketasiz. Yo'q, bu Ispaniyalar xonalar o'ta ham katta, sababi 160 kvadrat deyapti, hujjatda 150 kvadrat deyapti, azizlar. Да, на самом деле, квартира, комната, каждая комната очень большая, да? Здесь ты чувствуешь себя, чувствуешь, да, себя, свободным человеком чувствуешь. Да. Почему? Потому что потолки очень высокие, ничего тебя не сдавливает, ничто тебя не сокращает. Да. Все классно. Mana bu mebellarimiz ham o'ziga yarasha juda ham bir chiroyli, kачественный har bitta narsa, chunki uyda egasi o'zi didli, farosatli, juda ham bir yaxshi bitta opamiznikini qo'yapmiz. Ushbu uyimiz azizlar ko'rib chiqdik. Yana kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu uyimizni egalari tomonidan хозяин этого дома просит за этот дом $120 тысяч, дорогие друзья. Еще хотел сказать на русском. Сама квартира 160 квадратов, но по документам 150 квадратов. Так что не упустите такой шанс взять квартиру в самом центре. Всем тем, кому было интересно, обращайтесь по телефону, либо по ссылке в YouTube. Всем спасибо, Хаммагер Ахмад. sog' bo'linglar. Зинат Уйджой с вами был на связи.